bemorlarni bir yaxshiroq davolash ishlari umuman yo'qqa aylangan edi. Bemor bo'lish, kasallikka yo'liqishni Allohning g'azabiga uchrash deb qaralar edi, ulardan nafrat qilinar edi. Yevropalarda kasal bo'lganlarni oyog'idan sudrab olib borib, cherkovning alohida xonasi bo'lardi, shunga tashlashib qo'yar edi. O'lguncha yotar edi o'sha yerda. Qurt bosib ketar edi. Ana islom mana shu sohada ham insoniyat hayotini to'g'riladi. Eng go'zal shakliga keltirdi. Buning uchun tibbni ishga solishni tavsiya qildi. Tibb degani bir narsani tuzatish, isloh qilish, to'g'rilash ma'nosini anglatadi. Islom dini avvalo insonning sog'lig'i insonga beriladigan Allohning ne'matlaridan eng ulug'laridan biri ekanligini bayon qildi. Rasul akram alayhisolatu vassalom ikki ne'mat bor. Ko'pgina odamlar bu ne'matda aldanib qoladilar. Ularning biri sog'lik, ikkinchisi farog'lik, farog'at dedilar. Boshqa bir hadislarda Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni bandalariga bergan ne'matlar haqida so'roq savol qilganda bergan sog'liq ne'matini ham so'raydi. Men seni sihat qilib qo'ygan edim, nima qilgansan bu bilan deydi degan hadislar keldi. Ya'ni insonlarga sog'liq ne'mat ekanligi, o'sha ne'matni qadriga yetish kerakligi, sog'liqqa putur yetkazmaslik borasidagi ta'limotlar berildi. Allohdan banda har xil narsalarni so'raydi, duo qiladi, iltijo qiladi. Rasul akram alayhisolatu vassalom o'zlari qilgan duolarida, siz bilan biz ummatlariga o'rgatgan duolarida Alloh taolodan tani sihatlikni so'rashni ta'lim berdilar. Ba'zi hadislarda baquvvat iymondan keyingi ikkinchi narsa sog'lik, salomatlik ekanligi kelgan. So'rash bandadan. Allohdan so'raydigan bo'lsang, yaqin iymonni so'ra, ya'ni o'ta ishonchli iymonni so'ra va sog'lik, salomatlikni so'ra deyildi. Ana odamlarga sog'likning ahamiyati, ulkan ne'mat ekanligi, doimo Allohdan uni so'rab turish zarur ekanligini tushuntirilgandan keyin endi sog'liqni nima? Himoya qilish, bemorlikni oldini olish choralari ko'rildi. Juda ko'p narsalar buning uchun shariatda joriy qilindi. Misol uchun, hozir tabiblarning hammasi sog'liq asosan ifloslikdan kelib chiqishini aytadi. Badanning iflos bo'lishi, turar joyning iflos bo'lishi, oziq-ovqat, oshxona, boshqalarni. Ana bizning dinimizda sog'liqni saqlash ma'nosida poklik iymondandir deb e'lon qilindi. Pokiza bo'lish iymondan ekanligi e'lon qilindi. Insonning badanini pokiza bo'lishi, kiyimini pokiza bo'lishi, makonini pokiza bo'lishi, idish-tovog'ini pokiza bo'lishi hammasi ibodat darajasiga ko'tarildi. Bizlarning barcha hadis kitoblarimizda, barcha fiqh kitoblarimizda birinchi boshlang'ich bo'lim tahorat kitobi bo'ladi. Poklik kitobi. O'shanda insonning badani pok bo'lishi, kiyimi pok bo'lishi, ibodat qilar joyi pok bo'lishi, yashash joyi pok bo'lishi, oziq-ovqati va boshqalari pok bo'lishini ta'limoti beriladi. Bularni iymondan ajralmagan tarzda o'qitiladi. Poklik iymondandir shiori doim oldinga suriladi. Shu bilan birga bizning shariatimizda insonning sog'lig'iga zarar yetkazadigan barcha narsalar harom qilindi. Bizning dinimizda nima? Mast qiluvchi ichimliklarni ichish harom. Nima uchun? Insonning sog'lig'iga zarar yetadi. Nasha chekish harom. Nima uchun? Sog'liqni buzadi. Papiros chekish harom. Nima uchun? Sog'liqni buzadi. Millionlab odamlar o'lyapti hozir papiros chekib. Shuni oqibatida. Harom bo'lgan hayvonni go'shtini yeyish, qonini ichish, to'ng'izning go'shtini yeyish,
qo'yingki, shariatimizda nima harom bo'lsa, hammasi sog'liqqa zarar degan. Yemoq, ichmoq ma'nosidagi gaplar. Hammasini shariat harom qildi. Nima uchun? Insonning sog'lig'ini saqlash uchun. Insonning sog'lig'ini saqlash kerak bo'lib qolsa, Alloh o'zi farz qilgan ibodatlarni yengillatdi. Mana hozir roza. Rozada ba'zi bir odamlarga og'ir kelishi bor. Misol uchun, emizuklik ayollarga, homilador ayollarga sog'lig'iga zarar yetadi, bolasini sog'lig'iga zarar yetadi. Shuning uchun sizlar kelinlar tutmay qo'yinglar. Keyin bolalarni ko'raydan ajratganda, bolalaringizni qo'lingizga olganingizda qazo qilib berasiz. Hozir sog'lig'ingizga zarar yetmasin, rozani tutmaydi. Ana ibodat farz bo'lgan narsani ham sog'liqni yuzasidan Alloh taolo yengillatyapti. Qazo qilishga ruxsat beryapti yoki boshqa tarafdan yengillatish holatlari bor. Bu ham islomning sog'liqqa bo'lgan ahamiyatini ko'rsatadigan narsalardan hisoblanadi. Sog'liqqa zarar yetishi oqibatdan ortiqcha ibodat qilishlarni ham nimada bizning dinimizda man qilib qo'yildi. Har kuni roza tutish mumkin emas. Kechasi uxlamasdan namoz o'qib chiqish mumkin emas. O'qiyman degan kechani 3dan 1da qolganda o'qisa, qolgani bu yerda uxlasin. Shu har kuni roza tutib, kechasi men namoz o'qiyman degan sahobalarni Rasululloh chaqirib olib so'kkanlar. Seni unaqa qilma, seni jasadingda seni jasadingni senda haqqi bor. O'zingni tanangni qiynashga haqqing yo'q seni ortiqcha deganlar. Bu ham sog'lig'ini himoya qilish borasidagi chora-tadbirlardan hisoblanadi. Hozirgi kunda tib ulamolaridan kasallikka chalinishlarni bugungi kunda eng asosiy sabablaridan biri nima deyilsa, harakatsizlik deyiladi. Yaqinda biz saytimizda tib xodimlari bilan bir tib islom saytida shunaqa bugungi zamonaviy tibbiyot to'g'risida davra suhbati o'tkazdik. Shunda ularga shu savol berildi. Shular birinchi narsa harakatsizlik dedi. Ya'ni kam harakatlik odamni bemor bo'lishiga olib kelar ekan. Islom dini esa harakat dinidir. Hamma narsaga harakat kerak. Mana hozir roza tutyapmiz. Roza nimadan iborat? Harakatdan iborat. Kechasi uxlab yotib rozani niyat qilib qo'ydim desa bo'lmaydi, turish kerak. Harakat qilish kerak, tahorat qilish kerak, yuzini yuvish kerak, saharlik tayyorlash kerak, uni yeyish kerak. Harakat. Ertalab turib yana yursin, tursin, iftor. Ana endi kunduzi bir oz charchab qolmaydigan bo'lsa, mana endi 20 rakat namoz o'qib harakat qilsin. Ana sizga baland tarbiya. Namoz turgan bitgani harakat. Turgan bitgani harakat namoz. Ertalabdan turib, tahorat qilib, kiyinib, bismillah deb masjidga yurib borib, jamoat bilan o'qib, yana qaytib. O'sha sabablar shunaqa deyishdi. Mana yurak kasalliklari asosan harakatsizlik ham bo'ladi. Yo'qda men aytdim, bu yog'ini ham aytinglar. Harakatsizlikdan kasal bo'ladi. Kasallarga nima nasihat qilasizlar? Har kuni 5 kilometr piyoda yur deyapsizlar, to'g'rimi? To'g'ri. Shu 5 vaqt namozga borib kelgani. Uydan masjidga borguncha 1,5 kilometr, qaytib kelguncha 1,5 kilometr. 5 marta. Shuni qilgan odam inshaalloh yurak kasal bo'lmaydi. Haj bo'lsa harakatning yuqori nuqtasi. Zakot ham harakat, pul topish harakat. Uni chiqarib, izlab topib haqdorini berish hammasi harakat. Ana sizga sog'liq. Dinni hammasi sog'liq. Sog'liqning asosiy omillaridan biri shaxsiy gigiyena qoidalari deydi. Shaxsiy ozodalik qoidalari. Bizda bu juda yuqori tarzda yo'lga qo'yilgan. Tirnoqlarni olishmidi, harom mo'ylarni qirishmidi, vaqtida yuvinishmidi, hammasi ibodat, vojib, sunnat darajasiga ko'tarib qo'yilgan bo'ladi. Boshqalarning ko'pi shundan dardmand bo'lishyapti, dardga chalinishyapti. Alhamdulillah biz musulmonlar bundan farog'miz. Va shunga o'xshash dinimiz bizga
joriy qilgan ibodatlar, amallar ko'pi sog'lig'imizni saqlashga, yaxshi bir holatga olib borishga qarash kerak. Ko'proq deydi odamlarni nima og'zidan bo'ladi kasal, tishidan. Insoniyat tarixida birinchi marta tish tozalashni yo'lga qo'ygan zot Muhammad alayhisolatu vassalom. Misvoq qilishni shu kishi joriy qilganlar, Allohning payg'ambari o'laroq. Ungacha insoniyat tish tozalash degan gapni bilmagan. Buni bugungi kungi g'ayridinlar ham aytayapti. Tish tabiblari g'ayridin, o'zi dinmada yo'q. Bizga kelgan xabarga ko'rganda birinchi marta tishga ahamiyat bergan musulmonlarning payg'ambari Muhammad ekan deyishyapti hozir. Yozishyapti shuni. Ana bunga o'xshagan narsalar juda ham ko'p. Ana undan keyin yana sog'liqqa demak zarar yetadigan nimaiki bo'lsa, bizning dinimizda uni man qilingan, harom qilingan, to'xtatilgan. U yemoq ichmoqda bo'ladimi, kiyinishda bo'ladimi, yoki ovqatlanishda bo'ladimi? Ana ovqatlanish odoblari eng go'zal odob bizda. Eng sog'liqqa yordam beradigan odob. Bularning hammasi insonning sog'ligi uchun Allohning dinida yo'lga qo'yilgan amallar hisoblanadi. Yana buni qancha aytsak shuncha oz. Endi aytaylik, shularni qilib mo'min musulmonlar hammasi sog' salomat yursin iloyo. Lekin issiq jon ekan bo'ladi. Bemor bo'lish bor. Bemor bo'lmagan odam u odam yaxshi odam bo'lmaydi. Bandalikni, ojizlikni his qilish uchun bemorlik kerak. Ana endi bemor bo'lganda o'zini qanday tutadi? Boshqa xalqlarda, boshqa dinlarda haligi aytganimdek bemorlik Allohning nima? G'azabi, qahri deb tushuniladi. Bemor bo'lgandan odamlar nafrat qilib qochadi. Qochadi. Yaqiniga borsa bizga ham bir balosi urib qoladi deydi. Bizda-chi yo'q. Bemorlik Allohning rahmati. Gunohlarni kafforati. Ibodatida, taqvosida, iymonida, hamma tarafida yaxshi holatda bo'lib turib bemor bo'lgan odam Allohning rahmatiga erishgan bo'ladi. Betafriq bo'lsa, nobakor bo'lsa, kufrda yurgan bo'lsa, isyonda yurgan bo'lsa, bemor bo'lsa, unga ogohlantirish bo'ladi. Sen bunaqa yuravermaysan, mana bemor bo'lding, kecha yuruvding, bugun yura olmay qolding. Seni yaratgan Xoliqingni tanigin, ibodatiga yurgin degan ogohlantirish bo'ladi. Shariatga amal qilib turib, ibodatini qilib, hamma yo'qini joyiga qo'yib turib bemor bo'lgan odam, demak o'sha bemorlik uning uchun Allohning rahmati bo'ladi. Bemorlikni so'kmaslik kerak. Allohdan shifo so'rab duo qilish kerak va gunohlarimga mag'firat bo'lsin degan niyat qilish kerak va ko'rgani borganlar ham mana shu narsalarga amal qilishlari kerak. Shu bilan birga ana o'sha bemorlikka sabr ham qilish kerak. Bu ma'noda Rasul akram alayhisolatu vasallam aytadilarki, ashaddun nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amsalu fa amsal. Allohni eng shiddatli balosiga uchraydigan zotlar payg'ambarlardir. Undan keyin ularning darajasidan pastrog'i, yana darajasidan pastrog'i. Payg'ambarlar alayhisolatu vasallam kasal bo'lsalar juda qattiq bo'ladilar. Oysha onamiz rahmlari kelib ketardi, isitmalari chiqqanidan, kuyib yonganlaridan, boshqalaridan. O'sha isitma bilan inshaalloh gunohlar yonib ketadi, inson poklanadi degan niyat qilinardi. Shu bilan birga endi o'sha kasalni davolashga mo'min musulmon odam harakat qiladi. Tib ilmi asosida davolanadi. Davo izlaydi. Bizning dinimizda Rasul akram alayhisolatu vassalom aytganlarki, Alloh dardni tushirgan bo'lsa, davosini ham tushirgan, davoni izlaylar deganlar. Qachonki davo dardga to'qnatsa, uni g'olib keladi, inson sog'lom bo'ladi. Bunga o'xshagan hadislar nihoyatda ko'p. Doim dardga davo izlash kerak, tib orqali. Ana undaqa buzg'unchilar orqali emas. Tib orqali davo izlash kerak, davo topiladi inshaalloh.
Rasuli akram alayhisolatu vassalom ta'kidlab aytilganlarni o'limdan boshqa narsaning davosi bor. Shuning uchun musulmon tabiblar dunyoni davoga to'ldirishib tashlashgan. Hadisda bor davosi topiladi deb tinmay izlashavergan, topishgan emas. Topishgan. Shu bilan birga o'sha Rasuli akram alayhisolatu vassalomning hadislariga, dinimiz ta'limotlariga amal qilib, bemor bo'lgan mo'min musulmonlar bemorlikka sabr qilishda jahon mislini ko'rmagan go'zal namunalarni ko'rsatganlar. Rasuli akram alayhisolatu vassalomning hadislariga amal qilib, o'ziga yetgan bemorlikka sabr qilish. İnsoniyat hali buni yuzini ko'rmagan. Vaqtimiz qisqaligi uchun men bitta misol keltiraman. Sahoba-i kiromlardan Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu bemor bo'lib qoldilar. Bemor bo'lganda ham og'ir bemor bo'ldilar. O'rnidan turib o'tirish qobiliyati ham yo'q edi. O'tira olmasdi ham. Faqat osmonga qarab xurmodan to'qilgan yotoqda yotishdan boshqa iloji yo'q edi. Hojatni qilish uchun ham o'sha yotoqning o'rtasidan teshib moslama qilingan edi. Boshqa iloji yo'q. Shunday o'sha yotoqqa qadalib osmonga qarab qimirlamay yotardilar. Qancha yotdi bilasizlarmi? 1 yilmi? 10 yilmi? 20 yilmi? 25 yilmi? Yo'q, 30 yil. 30 yil biror marta oq demadilar. Allohga shukr dedilar. Bir Mutarraf degan inson ukasi bilan u kishini ko'rgani kirishdi. Bemorning holini ko'rib, haligi Mutarrafning ukasi yig'ladi. Rosa qattiq yig'ladi. Shunda bemor Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu yig'lama. Nimaga yig'laysan? dedilar. Dedi sizni holingizni ko'rib shunaqa bo'ladimi deb yig'layapman dedi. Menga qara. Allohga nima mahbub bo'lsa menga shu mahbubdir dedi. Ya'ni Alloh menga shuni ravo ko'ribdimi? Shu menga yaxshi. Boshqa narsaning keragi yo'q menga. Allohga nima mahbub bo'lsa menga shu mahbubdir, sen yig'lama dedilar. Haligi odamning ko'nglini ko'tarishni menga qara, bu yoqqa kel. Yaqinimga kel. Men senga bir gap aytaman. Ammo men o'lgunimcha hech kimga aytmaysan sarso'z. Bir gapim bor senga aytaman, sharti shuki o'lgunimcha birovga aytmaysan. Menga kelib farishtalar salom beradi. Men ularning salomiga alik olaman. Suhbatlashib uns ulfat topaman dedilar. Ko'rdingizmi? 30 yil kasal bo'lib bir marta oh demagan insonning sharafiga Alloh taolo farishtalarni yuborib salom beradigan qilib qo'ydi. Shuning uchun Imron ibn Husayn desa farishtalar salom beradigan sahoba deb keladi hamma kitoblarda. Boshqa farishtalar, boshqa sahobalarga salom berganligi to'g'risida bizning ma'lumotimiz yo'q. Ana bemorlikka sabr qilish, Allohning qadariga taslim bo'lish, Alloh nimani ravo ko'rsa shuni yaxshi ko'rish holati Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu ni har kuni kelib farishtalar salom beradigan kishi darajasiga ko'tardi. Mana bu holatlar hammamizga o'rnak bo'lishlari kerak. Ana biz o'tgan suhbatlarimizda bo'lgan har xil davolarni rasoyi raddi balo narsa ekanligini gapirdik. Mana bugun bizning dinimiz tiz asosida davolanishni va bemor bo'lgan odamning odoblari qanday bo'lishi kerakligini o'ta qisqa tarzda bayonini qildik. Mana shu haqiqatlar yodimizda turishi kerak. Bularni batafsilroq o'rganishimiz kerak. O'zimiz, oilamiz, tanish bilishlarimiz jamiyatimizga tushuntirib, mana shu islomiy odoblar, islomiy ma'rifatlar asosida yashab borsak inshaalloh hammasi xayr baraka bo'ladi. Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu ga o'xshagan fazillarga ega bo'lish imkoni bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barcha